Qandaroq to'rdoshlar, ahvolinglar yaxshimi? Salomat turibsizlar. Men yilqini deb qo'ygan, endi yana bir narsa tayyorlik qilgandim. O boshlab bo'lolmay bu gapni qayerdan boshlashni, bir nimani boshlamoq yomon tashki. Tavakkülli bir yerdan boshlaydi deyapman. O'sha yilqi vaqtida deganman, o'sha opam Rabiha opam oydinga chiqib ketdi. Shundan keyin boshlayman, mishaga chiqib ketdi, bir yoshga kirmay. Shu mishada cho'ng'ilab 8 yosh kirdik, endi hozir aqlimiz kirdik. Aqlimiz kirsak, o'sha Oroltepaning o'sha cho'ng o'tir ko'cha, burungi eng qadimiy ko'chgan bu. O'z vaqtida o'raslar guyohlashtirgan. Shu yerdan o'sha Islom Cho'nkam degan odamning uyining beqinida, kunpechida, Osilbek kamniki kun chiqishida oraliqda ashada bir uyimiz bo'lgan bizning ikki eg'iz tasqatdan ikki qavat degan. Shu uyda cho'ngib ekanman. Ashada xatmi to'yimni qilib, ashada cho'ng'ilab, shu maldika bolalar bilan birga o'ynab cho'ng'ildik. O chog'dagi og'illar mubatdi. Hozirgi og'illardan azroq cho'ngroq. 3 yosh cho'ng kelamda, 2 yosh cho'ng kelamda shundaqdi. Shularni o'ynab cho'ng'ilgan, oqshom maktab bir o'yinlarni o'ynaydigan biz. Haliqa bir bundaq bir 50-60 sant yog'ochlarni oqli bilib, ashi kechada tosh etib, izlab tepib, talishib, ikki taraf bo'lib, ikki to'p bo'lib. Ko'mba deb qo'yapti. Mayoqqa bir cho'ng toshni ikkini, ya'ni 30 metr nersa, ya'ni bir ikki tal cho'ng toshni qo'yib qo'yib, ashuni talishib ikki tarafdan. Qaysi taraf opirib olsa, toshqa tak uratdi. Shuni urgandan keyin u yengam bo'ladi, g'alaba qilgan bo'ladi. Ashta o'ynaydik. Undan keyin mo'kamalar o'ynaydik, shu maldika bolalar bilan. Ondan keyin bir o'yinlar oldigan, qabrg'ali, qamchali, birimiga tamchali deb bir tizilib o'ynaydigan bir o'yinlar bor-da o'choqlarda. Qizoqal ashta o'ynaydik. Ashlarni o'ynab, ashta cho'ng'ilgan. O'sha Oroltepada. Vaqt Oroltepaning cho'ng yo'lma kangdi. 40 metrcha keladi shu vaqtda. Bu yo'lning bo'yida janub tarafida qator qapoq teraklar bo'lgan. Har quchoq yetmaydigan. Ajo malning beshidan tortib qilib oyoqgacha. Bu qapoq teraklar qog'larning ugusi botdi. Voy, qog' shundacha qo'ladigan shu vaqtlarda bu Oroltepada. 60 yillar, 70 yillar qo'ydimi. Qog'ning bolalari tushib ketadi changasdan. Ularni tutib bayna o'ynaydigan. Shunday qilib cho'ng'ildik. Shu maktabga kirdik boshlang'ishga. Boshlang'ishga kirganda shu Sidiq bamo, shu Xolidam bamo, yo'q muallim Xolidamlar. Xurshidamlar bamo, qilib hozir esimda yo'q. Mizitmi bamo, bizning mizit. Ashlarla birga o'qigan Rozak botdi, Rozak. Bizning Tursun botdi, Amachinikning Tursun. Ashlarla o'qitdik. Shuni ular boshlang'ishimizga o'qidik. Misal so'zlab turay, aram boshlab oldim bu gapni. Qog'ini davomlashtirmanda, endi kagayadan boshlab.